O'rtoqlar, sizlar uchun zo'r variant topib qo'yganman. Yangi, hali hech kim turmagan, o'rtada makler, realtorlar yo'q. To'g'ridan-to'g'ri uy egasiga telefon qilaverasizlar. Videoning tagiga uy egalarining nomerini yozib qo'yamiz. Mana qaranglar. Mana oshxonani qaranglar, qanaqa chiroyli ekan. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Mana bu kuxonniy mebelli, lekin boplashibdi, juda ham zo'r. Ideya bilan qilishgan ekan. Menga rosa yoqdi. Hozir endi kiruvishdan boshlab tanishtirib o'taman. Bu podyezddan kirish eshigimizni mana shunaqa chiroyli dekorativni qilib qo'yishgan. Bu yerda oynalari mayda-chuyda mana bunaqa chiroqlarni qo'yib qo'yilsa bo'ldi. Bu yerda endi mehmonxonaga o'tamiz. Bu mana mehmonxonamizga ham bitta baho berib qo'yinglar. Juda zo'r stilda qilingan. Bu yerda bo'lsa balkon ham bor, kichkinagina. Endi bo'lsa yotoqxona. Mana yotoqxonamiz. Bu yoqqa televizor uchun joylar bor. Bu yerda konditsioner uchun joylar tashlab ketilgan. Bu yerda hojatxona. Koridoriga bitta ahamiyat beringlar. Bu yerda bo'lsa yuvinish xonasi. O'rtoqlar, bu uyimiz Yashnobod tumani Yangi Olmosda joylashgan. Orientirimiz Olmos metro bekati bo'ladi. Uy egalarining nomerini videoning tagiga yozib qo'yamiz. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Narxiga keladigan bo'lsa 62 ming so'ralyapti. Kelishiladigan joyi bor. Telefon qilinglar o'rtoqlar. Sog' bo'linglar.